Eron safarbarlikni boshladi, ayollarni ham jalb qildi. Bu to'liq urush bosqichimi? Eron sulhni buzdi deyildi. Tramp qaror qildi, hal qiluvchi zarbalar tayyor. New York Times fosh qildi. Eron harbiy arsenalini qayta ishga tushirdi. Eron kemasi blokadani yorib o'tmoqchi bo'ldi. AQSh uni kuch bilan to'xtatdi. Turkiya nazoratni qo'lga olmoqda. Global tranzit markazga aylanish bosqichi boshlandi. Zelenskiy harakatni boshladi. Yevropa davlatlari bilan yangi mudofaa tizimi bo'yicha muzokaralar ochildi. Hozirgi kunda erkaklar orasida eng ko'p tavsiya qilinayotgan vosita Prostamix. 40 mingdan ortiq erkak foydalangan va hammasi rozi. Bu vosita yosh o'tib charchoq bo'ladiganlarga foydali, quvvatni, ishonchni qaytaradi. Natija esa birinchi kursdayoq bilinadi. Kanal obunachilari uchun 50% chegirma. Hoziroq buyurtma bering va chegirmaga ega bo'ling. Eron safarbarlikni boshladi, ayollarni ham jalb qildi. Bu to'liq urush bosqichimi? Eron ichida harbiy tayyorgarlik yangi bosqichga o'tdi. Ayollar keng miqyosda safarbarlikka jalb qilinmoqda. Bu qaror jamiyatning barcha qatlamlari urushga tortilayotganini anglatadi. Shu fonda Eronning pushti rangli Shahid 136 droni namoyish etilishi ham axborot urushining bir qismi sifatida talqin qilinmoqda. Bu nafaqat qurol, balki ramziy signal hamdir. Ayni vaqtda urushning eng og'ir sahnalari haqida kadrlar tarqalmoqda. AQSh va Isroilning mart oyidagi zarbalari oqibatida shifoxonalardan chaqaloqlarni shoshilinch evakuatsiya qilishga majbur bo'lingani aks etgan tasvirlar jamoatchilikni larzaga soldi. Bu holat mojaroning insoniy narxi tobora oshib borayotganini ko'rsatadi. Dengizda esa vaziyat yanada xavfli tus olgan. Eron inqilobiy gvardiyasi Hormuz bo'g'ozida Hindiston bayrog'i ostidagi 2 neft tankeriga hujum qilgani aytilmoqda. Xabarlarga ko'ra, ular Iroq neftini tashiyotgan bo'lgan va umumiy hajm 2 million barelga yaqin. Bu hodisa global energetika tizimiga to'g'ridan-to'g'ri zarba bo'lishi mumkin. Siyosiy darajada Masud Pezeshkian keskin bayonot berdi. U Donald Trampning Eronni yadroviy huquqlardan mahrum qilish haqidagi fikrlarini rad etib, bir millatni huquqlardan mahrum qilish uchun u kim bo'libdi deya savol qo'ydi. Bu Eronning prinsipial pozitsiyasi o'zgarmaganini anglatadi. Yana Muhammad Bag'ir G'olibov yanada keskin chiqdi. U Eron uchun jonini ham berishga tayyorligini aytib, bu kurashni mavjudlik masalasi sifatida ko'rsatdi. Bu esa ichki safarbarlik ruhiy darajada ham kuchaytirilayotganini bildiradi. Geosiyosiy sahnada esa kutilmagan signallar paydo bo'lmoqda. Aleksandr Lukashenko AQSh va Rossiya Belarus orqali kelishuvga erishishi mumkinligini istisno qilmadi. Bu esa parallel diplomatik kanallar ishlayotganini ko'rsatadi. Yevropada esa qarama-qarshi tendensiya kuchaymoqda. Pedro Sanchez Yevropa ittifoqiga Isroil bilan hamkorlikni to'xtatishni taklif qilmoqchi. Bu tashabbus qabul qilinsa, g'arb ichidagi bo'linish yanada chuqurlashadi. Shu bilan birga, barcha keskinliklarga qaramay muzokaralar to'xtamagan. Islomobodda AQSh va Eron o'rtasidagi muzokaralarning ikkinchi bosqichiga tayyorgarlik ketmoqda. Shaharda xavfsizlik misli ko'rilmagan darajada kuchaytirilgan. 20 mingga yaqin xodim jalb qilingan. Yo'llar yopilishi va mehmonxonalar bo'shatilishi bu uchrashuv qanchalik muhim ekanligini ko'rsatadi. Eron sulhni buzdi deyildi. Tramp qaror qildi, hal qiluvchi zarbalar tayyor. AQSh prezidenti Donald Tramp Eronni sulh bitimi shartlarini buzganlikda ayblab, Tehronni mamlakatning ko'priklar va elektr stansiyalari kabi muhim infratuzilma obyektlarini yo'q qilish bilan yana bir bor ogohlantirdi. Ayni vaqtda Yaqin Sharq neft tashiladigan Hormuz bo'g'ozi yopiqligicha qolmoqda. Bu haqda u o'zining Truth Social ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida ma'lum qildi. Uning da'vo qilishicha, Tehron 2 haftalik sulh kelishuvini qo'pol ravishda buzgan. Eron kecha Hormuz bo'g'ozida o't ochishga qaror qildi. Bu o't ochishni to'xtatish haqidagi kelishuvimizni to'liq buzish demakdir. Zarbalarning aksariyati Fransiya kemasi va Buyuk Britaniyadan ketayotgan yuk kemasiga qaratilgan edi. Xo'sh, bu xunuk ish bo'ldi-ya, deb yozdi u. Trampning so'zlariga ko'ra, uning vakillari allaqachon Islomobodga yo'l olgan va muzokaralar o'tkazish uchun ertaga kechqurun u yerga yetib boradi. Shuningdek, u Eronning Hormuz bo'g'ozini yopish qarorini g'alati deb atagan, chunki bo'g'oz allaqachon AQSh qurolli kuchlari tomonidan to'sib qo'yilgan. Ular o'zlari bilmagan holda bizga yordam beryapti va aynan ular yopiq o'tish yo'li tufayli kuniga 500 million dollar yo'qotmoqda. Qo'shma Shtatlar hech narsa yo'qotmaydi. Aslida hozirning o'zida ko'plab kemalar yuk ortish uchun AQShning Texas, Luiziana
Luiziana va Alyaska shtatlariga yo'l olmoqda, deydi AQSh prezidenti. Trampning ta'kidlashicha, Washington Tehronga juda adolatli va oqilona kelishuv taklif qilmoqda. Agar rad etilsa, bu jiddiy oqibatlarga olib kelishi bilan tahdid qilmoqda. Ular osonlikcha qulaydi va agar kelishuvni qabul qilmasa, so'nggi 47 yil davomida boshqa prezidentlar Eron masalasida qilishi kerak bo'lgan ishni amalga oshirish men uchun sharaf bo'ladi, deya yozgan Tramp. New York Times fosh qildi. Eron harbiy arsenalini qayta ishga tushirdi. Eron AQSh va Isroil bilan qurolli qarama-qarshilik boshlanishidan avvalgi harbiy raketa zaxirasining 70% qismini tiklashga qodir. Ta'kidlanishicha, bir necha hafta davom etgan faol raketa hujumlaridan so'ng ham Eron ixtiyorona zarbdor dronlar zaxirasining qariyb 40% va raketa uchirish qurilmalarining 60%dan ortig'i saqlanib qolgan. Bunday hajmdagi qurol-yarog' kelajakda kemalarning Hormuz bo'g'ozi orqali o'tishini to'sish uchun yetarli hisoblanadi. Nashrning yozishicha, sulh kuchga kirgan paytda Tehron o'z raketa tizimlarining taxminan yarmidan foydalanish imkoniga ega bo'lgan. Biroq keyinchalik Eron tomoni yer osti g'orlari va himoyalangan bunkerlarda saqlanayotgan 100 ga yaqin qurol tizimini olib chiqqan. Bu esa mavjud arsenalni urushgacha bo'lgan ko'rsatkichlarning qariyb 60%gacha oshirish imkonini bergan. Eronning raketa zaxiralarini baholashdagi farqlarga qaramay, Amerika idoralari vakillarining fikri bir masalada yakdil. Eron zarurat tug'ilganda mintaqadagi dengiz qatnovini falaj qilib qo'yish uchun yetarli miqdorda qurol-yarog'ga ega, deyiladi maqolada. Eron kemasi blokadani yorib o'tmoqchi bo'ldi. AQSh uni kuch bilan to'xtatdi. AQSh harbiylari 19-aprel kuni Ummon ko'rfazida suzayotgan Eron kemasini o'qqa tutib qo'lga oldi. Kema Eron Bandar Abbos porti tomon yo'l olayotgandi. Bu haqda prezident Donald Trump Truth Social'da aytib o'tdi. Eron bayrog'i ostida suzuvchi, uzunligi qariyb 900 fut bo'lgan va og'irligi deyarli aviatashuvchiga teng keladigan Touska nomli yuk kemasi bizning dengiz blokadamizni yorib o'tishga urindi. Ammo bu urinishi o'xshamadi. AQSh harbiy dengiz kuchlarining USS Spurance boshqariluvchi raketa esminetsi Ummon ko'rfazida Touska kemasini to'xtatib, ularga ogohlantirish berdi. Eronlik ekipaj itoat etishdan bosh tortgach, harbiy kemamiz uning dvigatel bo'linmasini teshib, kemani o'z joyida to'xtatdi, deydi Trump. U dengiz piyodalari kemani nazoratga olib, yukni tekshirayotganini qo'shimcha qildi. Shuningdek, Trump ushbu kema AQSh Moliya vazirligi sanksiyalari ostida bo'lganini aytdi. Eron AQShning yuk kemasiga uyushtirgan hujumini sulhni buzish deb baholadi. Kema Xitoydan kelayotgani ma'lum qilindi. Eron harbiylari markaziy shtabi Hazrat Xotam al-Anbiya vakili 20-aprelga o'tar kechasi dronlar yordamida Amerika harbiy kemalariga zarba berilganini ma'lum qildi. Agressiv Amerika sulhni buzdi va dengiz qaroqchiligi harakatini amalga oshirdi, deydi Eron harbiy kuchlari markaziy shtabi vakili. Ma'lumotlarga ko'ra, kema AQSh tomonidan o'rnatilgan blokadani chetlab o'tishga uringan. Islomoboddagi muzokaralar muvaffaqiyatsiz tugagach, Trump Hormuzni blokada qilishni buyurgan edi. Turkiya nazoratni qo'lga olmoqda. Global tranzit markaziga aylanish bosqichi boshlandi. Turkiya Hormuz bo'g'oziga muqobil bo'linishi mumkin bo'lgan o'rta koridor loyihasini faol targ'ib qilmoqda. Bu yo'l orqali Turkiya Yevropa va Osiyo o'rtasidagi asosiy tranzit markaziga aylanishini xohlayapti. Bu koridor Xitoydan Yevropagacha bo'lgan yuklarni Qozog'iston, Kaspiy dengizi, Kavkaz va Turkiya orqali quruqlikda tashishni nazarda tutadi. Dengiz yo'liga qaraganda u ancha tez bo'lishi mumkin. Yuklar 12-15 kunda yetkazilishi mumkin. Dengiz orqali esa bu jarayon taxminan 40 kun davom etadi. Turkiya Armaniston bilan chegarani ochish ustida ham ishlamoqda. 32 yil davomida yopiq bo'lgan chegara punkti qayta ochilishi mumkin. Bu yangi yo'lning muhim qismi bo'lishi kutilmoqda. Loyiha AQSh tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan TRIP deb ataladigan tashabbus bilan ham bog'liq bo'lib, u Armaniston va Ozarbayjon o'rtasidagi tinchlik jarayonlari doirasida ishlab chiqilgan. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'an mamlakatni barqarorlik markazi deb atab, Turkiya xavfsiz tranzit hududiga aylanishi mumkinligini aytgan. Shu bilan birga loyihaning muammolari ham bor. Logistika murakkabligi, temir yo'l tizimlarining mos kelmasligi va siyosiy keskinliklar. Yo'l Eron va Rossiya yaqin hududlardan o'tadi. Bu ham xavf sifatida ko'riladi. Mutaxassislarning fikricha, bu loyiha katta sarmoya va xalqaro qo'llab-quvvatlashga bog'liq. Shuning uchun yaqin vaqt ichida dengiz yo'llarini to'liq almashtira olmaydi. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev ham Zangezur transport koridori qurilishi yaqin orada tugashini bildirgan. Bu yo'l yiliga 15 million tonnagacha yuk tashish imkonini berishi mumkin.
Zelenskiy harakatni boshladi. Yevropa davlatlari bilan yangi mudofaa tizimi bo'yicha muzokaralar ochildi. Yevropaga ballistik raketalardan himoya qiluvchi o'z tizimini yaratish zarur. Bu haqda Ukraina prezidenti Zelenskiy 19-aprel yakshanba kuni Yagona yangiliklar telemarafoni efirida ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Ukraina mamlakatning Rossiyaga qarshi mudofaa urushi tajribasini inobatga olgan holda bunday tizimni ishlab chiqish bo'yicha bir nechta Yevropa davlatlari bilan allaqachon muzokaralar olib bormoqda. Zelenskiy buni o'ta murakkab, ammo amaliy vazifa deb atadi, biroq qaysi davlatlar bilan muzokara ketayotganini aniqlashtirmadi. Reuters agentligining qayd etishicha, Rossiyaning ballistik raketalari zarbalaridan himoyalanish Ukraina mudofaasidagi eng jiddiy muammolardan biri hisoblanadi. Chunki Rossiya aynan shu turdagi qurollar bilan mamlakatning energetika obyektlariga ataylab zarbalar bermoqda. Hozirgi vaqtda bunday hujumlarni faqat AQShning Patriot havo mudofaa tizimi raketalari to'xtata oladi. AQSh va Isroilning Eronga qarshi urushi, shuningdek, Fors ko'rfazi hududida bu raketalarning faol qo'llanilishi fonida ularni xarid qilish tobora qiyinlashmoqda. Reutersning yozishicha, Patriot tizimiga muqobil hisoblangan Fransiya Italiyaning Sanpiti havo mudofaa tizimi hozircha nisbatan kam miqdorda ishlab chiqarilmoqda va mavjud talabni qondirishga qodir emas. Zelenskiy telemarafonda bergan intervyusida Ukraina Hindiston bilan xavfsizlik sohasida hamkorlik bo'yicha kelishuv ishlab chiqayotganini ham aytdi. Avvalroq Ukraina prezidenti mamlakat milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi kotibi Rustam Umerovga qator davlatlar bilan shunga o'xshash kelishuv loyihalarini yakunlash topshirig'ini berganini ma'lum qilgandi. Zelenskiyning aytishicha, Kiyev xavfsizlik masalalari bo'yicha Birlashgan Arab Amirliklari, Iordaniya, Suriya, Ummon, Kuvayt va Bahrayn bilan muloqot olib bormoqda. Xususan, Zelenskiyning ta'kidlashicha, Yaqin Sharq davlatlari Ukrainaning dronlardan kompleks himoya va radioelektron kurash tizimlarini xarid qilishga qiziqish bildirmoqda. Sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz hozircha mana shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang. Salomat bo'ling.